Hop, bunisi ham bepul. Buni ham gullari ham chiroyli. Bunisi ham bepul. Endi ham kelib olib ketishmasa bo'lmaydi. Bunisi ham bepul. Xullas, mana shu turgan hamma metrajlardan qolgan lahdeylarimiz mana shular hammasi bepul, faqat obunachilarimiz uchun videoda olib keling. Bundan tashqari mana bitta ham bor ekan. Bu ham 4 metrcha qolgan ekan. Bunisi ham bepul. Olib kelavering. Ular bepul qilib yuborsa, narxlar qimmat bo'lib ketgan bo'lsa kerak degan mijozlarimiz uchun. Razmeri 3 metrga 4 metr. Orqalari 100% kanop to'qimali. Yangilik modellar bular. Assadga yuklar yoki shunaqangi defekti bor yuklar, boshqa narsalar emas. Hammasi yangilik modellar. 3 metrga 4,5 metr. Mana. Yangilik model. 3 ga 4 miz narxi 550 ming so'm. 550 ming so'm 3 ga 4 miz narxi. 625 ming so'm 3 ga 4,5 metrligining narxi. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Narx-navolarni tushiramiz deb va'da qilganmiz. Imkon qadar narx-navolarni arzon qilib, bonuslarni ham zo'r qilib qo'yib berishga harakat qilyapmiz. Biz uchun bitta like bosib, gilam olaman degan tashlaringizni jo'natib qo'yasizlar. Bugungi videomizda xudo xolasa chiroyli qilib boshidan bonuslarni qo'yib boshlab oldik. Xudo xolasa shunaqangi savdolarimiz jarayonida qolgan lahdeylarni besplatni beramiz va'da qilganmiz. Inshaalloh bizda olganlar berishadi, beryapmiz. Joylarga tushib qoladigan bo'lsa, imkon qadar qilgan savdolarga qarab qo'ldan kelgancha lahlaylarini besplatni beryapmiz va narx-navolarini ko'tarib qo'ydilaringmi degan mijozlarimiz uchun narx-navolarni bir boshdan aytib o'tamiz. Bular kecha yangilik kelgan yuklarimizni 3 metrga 4 metrlik ilomga o'tgan hafta shunaqa qiynaldik, metrajlarimizga kesib tayyorlab berishga majbur bo'ldik. 3 ga 4 yetmay qoldi. Xudo xolasa 20 tadan oshiq olib chiqib qo'ydik. Narxi 550 ming so'm, 625 ming so'm 3 ga 4,5 metrlik. Hop. 3 metrga 4 metr mana. Maloshniy bo'lsin, necha qalinroq bo'lsin deganlarga 600 ming so'm. Shu turishini narxini aytayapman, 1 kvadrat metr emas. Bular orqasi 100% to'qimali. Mana 100% gullari o'tgan to'qimali, mayda chokli bo'ladi. Chekkalari mana Zavadskiy 2 qavat makinali. Bular gilom hisoblanadi. Orqasi yopishtirilgan palos yoki da shunaqangi kavrali narsa emas. 100% orqasi to'qimali. Eng zo'r tomoni TGS firmani garantiyali ipda to'qilaydigan, turetskiy ipda to'qilaydigan yaxshi gilomlardan, xudo xolasa ro'zg'orga ishlatish uchun eng qulay bo'lgan variantlardan. Xo'p, 3 ga 4 metrlik 600 ming so'm. Bundan tashqari mana bu yerda necha razmer? Mana 3 ga 4,5 metrlik gilom so'ragan mijozlarimizga 3 metrga 4,5 metr. Mana shu turishi minimum 950 ming 1 million sotiladi. 950 ming 1 million so'm. Ba'zi bir kommentariyada ko'rib qolyapmiz. Bular bunaqa narx ba'zi bozorda unchalik sotilmaydi deydi, lekin biz qilayotgan narx ketdi, yo'l ustiga bo'ladi. 3 metrga 4,5 metr 625 ming so'm narxi. 625 ming. Mana 3 metrga 5 metr. 3 ga 5 ham eng hadovoy razmerlardan hozirgi kunda. 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, 1,5 million sotiladi mana shu razmerlar. Ishlari ham tekis, orqalari, to'quvlari yaxshisidan bo'ladi. Solinganda yig'ishtirilib qoladigan, bunaqangi chekkalar tortishib qolgan 3-4 yillik Assadga gilomlar bas bular. Hammasi yangilik gilomlar. Kerak bo'lsa kelib ko'rib olsalaring, chekkalarda o'sha pechatlarda o'zi bo'ladi. Chiqarilgan sanalargacha ko'rsataman. Kecha dushanba kuni olib chiqqan yuklarimizdan, xudo xolasa 3 metrga 5 metr, narxi 850 ming so'm. Shu turishi 850 ming. Bardovisini so'ragan xodonalarimizga mana Bardovis dedilar. Razmeri 3 metrga 5 metr. 3 metrga 5 metr. Turish 850 ming so'm. Ana shu turishi metri yoki kvadrati emas. Shu turishi 850 ming so'm. Kamida atrofdan 400 ming 500 ming so'm arzon. Xo'p, keyingi razmerimiz 6 metrlik mana. 6 metrlik verandalaringiz, ayvonlaringiz bo'lsa mana. Hammasining orqasi to'qimali. To'y sezoni keldi-yu, to'y qilayotganlar va to'yana bu gilomlar. 3 metrga 6 metr. Narxi 950 ming. Nima deyapti? 3 metrga 6 metr 950 ming so'm. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Obunachilarimiz soni
tezlashishdan necha sekinlashib qolyapti. Bitta qo'llab-quvvatlab tanishlarga jo'natib qo'yish ham eslangdan chiqmasin. Mana 7 metrlik mehmonxonaga mana. Uzunligi 7 metr. Narxini taxmin qildingizmi? 1,5 million bo'lsa kerak deb o'ylayapsizmi kilomni ko'rib? Narxi 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'm. Metri 200 ming so'mlik metrajdan olsangiz 1 million 400 ming bo'ladi. 200 ming metraj bunaqa gilomni effektini bermaydi. Metrajdan ham arzon qilib yubordik. Tayyor gilom bo'lganini hisobiga. Optimumga olganligimiz uchun narxni arzonroq chiqaraveryapmiz. Gilomni ko'rsating. 3 metrga 7 metr. Narxi 1 million 50 ming shu turishi. Kvadrati yo pagonometri boshqa va tugab qoldi demaymiz. Xudo xolasa yilda oxirigacha 7 metrlik 600 ming 700 mingga tushiramiz va'da qilganmiz. Xudo xolasa shunaqa kunlarga ham yetkizsin. 3 metrga 7 metr. Narxi 1 million 50 ming so'm. Bundan tashqari 3,5 ga 5 kilomimiz. Bundan ko'p so'rashyapti mana shu razmerdan. Narxni oshib qoldimi degan klientlarimizga. Shu turishi 3,5 metrga 5 metr. 5 metr. Eng arzon gilomimizdan 1 million 1 million 100 ming. Bu unaqa arzonchi gilom emas. Shu turishi 860 ming. 860 ming metr emas. Shu turishi 5 metrlik gilom, endi 3,5 metr. Hovli uylarga tushadigan eng hadovoy razmer. Rastoyini olsangiz 1 million 1 million 200 ming bo'ladi. 1,5 million 1 million 700 ming sotiladi degan bo'laveradi shu gilomlarni. Narxi faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga amal qiladi. Kevalar olib obuna bas ekanmiz, shu yerda ko'rib obuna bo'lyapmiz deyishimda yo'q. Shunday keladigan bo'lsalar 1 million tevasida bozordan olasizlar. Bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 860 ming. Hech qanaqa rasxodlarsiz reklama qilyapmiz. Shuning uchun narxi 860 ming 3,5 metrga 5 metr. 3,5 metrga 6 metr. Kecha telefon qilib so'rashyapti, 6 metrlik gilomlaringizni obzor qilib bering deb. 3,5 metrga 6 metr. Hozirgi kunda eng trendli gullardan. 2 million 200 ming sotiladi mana shu gilom. 2 million 200 ming. Eng kam 1 million 800 ming sotiladi. 1 million 290 ming so'm shu turishi. Mana bularning orqalari, to'quvlarni ko'rsatayman mana. Mayda choy. Razmerlari 3,5 metrga 6 metr. Turkiya Sambesni. Material Turkiyadan keladi. To'qilishi o'zimizda to'qiladi. Hech qanaqangi defekti, nuqsoni bo'lmaydi. Pilisos qilib, yuvib. Xullas, o'zbekdagi gilom emas, haqiqiy ro'zg'orga ishlashga eng qulay bo'lgan gilomlardan. Qizlarimiz sebiga bersa ham bo'laveradi. 3,5 metrga 6 metr. 1 million 290 ming. Xo'p. Xo'jalarimiz so'raganda mana 3,5 metrga 7 metr Bardoviysidan. 3,5 metrga 7 metr. Bardoviylardan ham olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa assortimentlarini Bardoviydan ko'paytiryapmiz. Ko'proq biz yosh katta xo'jalarimiz kuzatadi, hoshto'g'anamiz kuzatadi. 10-15 ta nevaram bor deylar mana. Kir qilolmaydiganidan bo'ladi. Mana orqachoklarini ko'rsating bularni. Mana orqasiga ham Bardoviy svetlari o'tgan. Lekin rahmanlari ham o'ta normalniy, hali ortiqcha darajada bo'rttirish hojati yo'q. 3,5 metr eni, uzunligi 7 metr. Narxi nisbul deydi. 1 million 390 ming qilib bersam xursand bo'lasizlarmi? Obuna bo'lib qo'yasizlarmi? Shu turishi 7 metrlik ilonimiz 1 million 390 ming so'm. 3,5 metrga 7 metr. Xo'p, tayyor gilomlarimizni kecha kelganlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib bo'ldik. Xudo xolasa endi metrajini ko'rsating degan mijozlarimiz uchun, misol uchun mening joyim nostandart, 4 ga 5, 370 ga 5 shunaqangi nostandart joylarga ham kavralilarimizni mana 1 kvadrat metri 75 ming so'mdan assortimentlarni ko'rsating. 1 kvadrat metri 75 ming so'mdan yangilik modellarni olib kelib qo'ydik. O'zi o'ta darajada arzon gilom qo'ysa, misol ba'zi bir odam imkoniyatdan kelib chiqib olyapti, lekin ko'proq sifat xohlagan mijozlarimiz uchun mana 75 ming so'mdan 1 kvadrat metri 4 ga 500 ga 1,5 million bo'ladi. Inshaalloh kelib xarid qilsalaring, xayrga o'tib beramiz. O'ta darajada qattiq savdo qilamiz. Biz obunachilarimiz biladi. 3,5 metrlik razmerlari, 3 metrlik, 4 metr, 370 hamma razmerlari bor. 1 kvadrat metri 75 ming so'mdan. Paloslarimizdan ham so'raganlarga mana paloslardan ko'rsatib o'tay. Shuncha mehnatga bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Mana palosni arzonroqdan so'raganlarga mana. Orqasi yopishtirilgan palos,
Haftin polos so'raganlarga 1 kvadrat metri 50 ming so'mdan. Bundan ham arzon bo'lsa 50% skitkada sotilyapti deydigan variantdan so'raganlarga mana 40 ming so'mdan endi bu yupqa bo'ladi. O'zimizga tavsiya qilib 50 ming so'mligini oila yaxshi misol uchun. Bular 40 ming so'mdan. Detskiy gilomlarimiz bor, metrajlarimiz 1 kvadrat metri bularda 55 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'proq olganga, misol bog'chalar bo'ladigan bo'lsa, misol 300 kvadrat, 400 kvadrat oladiganlarga 55 mingdan o'tib, chiroyli dastavkalarni ham bolajonlarimizga hadya qilib, xudo xolasa zo'r qilib solib beramiz. Yaxshiroqdan so'raganlarga 85 ming, 75 ming so'mliklari ham bor falosimizda. Yaxshilab o'rnash olinglar. Xo'p. Metrajlarga olib o'taman sizlarni. Metrajlar narx-navolari bilan ham yengil tanishtirib qo'yaylik. Xo'p, sizga qalinroqni so'raganlarga mana boshlarni aytib o'tib ketaylik. Bularda o'zi mana shu ko'rsa ko'rayotganlaring 1 2 3 4 sanoqli qolgan metrajlarimiz 1 kvadrat metrni 120 ming qo'yganmiz. Bular yupqa metraj emas. Mana bu yerda lanset kesilgan joylari bor, ko'rsataman. Mana qallangni ko'rsating. Bular oyoq botadigan metraj hisoblanadi. Chekkalarda mana metrajnida kamdan kam koja bo'ladi. Eksport varianti deyiladi bular. Chekkalarda kojasi bor. 120 ming qo'yganmiz. Obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 20 metrgacha bo'lsa kerak bu yerda. Hozirgi endi yangilik model mana ularga almashib ketib qolyapti. Lekin kirchmoqroq bo'lsin, lekin qalinroq, puli ham arzonroq bo'lsin deganlarga yaxshi taklif. 89 ming so'mdan 1 kvadrat metri 4-5 pachka bor. Bularda ham xudo xolasa ko'proq olsangiz yana o'tib ham beramiz. Olib kelavering kamerani. Mana 1 kvadrat metri 75 ming so'mliklarda ochiqroq svetni so'raganlarga mana ochiqroq svetni so'raganlarga mana 75 ming so'mdan Farg'ona, Marg'ilon bo'ylab uyingizga olib borib, kesib, o'rnatib, ko'slari bo'lsa, pechkalaringizni o'rni, dushovoy kabina, shunaqa narsalaringiz bo'lsa, muammosiz razmeringizga olib borib kesib Farg'ona, Marg'ilon bo'ylab dastavkalarni ham bepul 75 ming so'm gilamni o'ziga to'laysiz qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, razmerlaringni aytadigan bo'lsalaring, dastavkasini boshqa viloyatlarga ham beplatni qildirib beraman. 75 ming so'mdan. Endi boshqa Andijon, Namangan, yo Toshkentlarga olib borib kesib moslash iloji yo'q. Razmerlarni shu videoda ko'rib turib, mana gullarni tanlaysizlar, menga tashlab razmerlarni aytasizlar. Aytgan razmerlarni kesib, chekkalarni 2 qavat qalin qilib, zavodskiy holatga keltirib, ayolovkalarni qilamiz. 75 ming so'mdan 1 kvadrat metrga pul to'laysizlar. Uylaringga yetib borishlari, dastavkalarni ham beplatni qildirib beraman. Xo'p. Bardovisini so'raganlarga mana bardovilari ham bor. Mana nostandart mani uyimga eni 370 deganlarga mana 370 lik yo'q, hech ketdi mana. Zavodskiy 370. 370 ga 5 metr joyiz bo'lsa, 370 ga 6 metr joyiz bo'lsa, eni 370 lik zavodskiy. Bularimiz ham 1 kvadrat metri 75 ming so'mdan. Mana 3,5 metrlik so'raganlarga 3,5 metrliklarimiz ham. Gullarni ko'rsating. 3,5 metrlik mana 320 lik razmerlarga ahamiyat beringlar. 320 lik hech qanaqa rasxod qilmaysizlar. 320 joyizga 3,5 metrlikdan moslash hojati yo'q. Zavodskiy olib chiqib qo'yganmiz. Mana chekkalari bular kesilmagan, mana zavodskiy holatda. Averlovkalari o'z zavod holatida chiqqan. 75 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Ha, bepul degan joyimizni aytib o'tib ketay. Mana shulardan xarid qilasizlar. Xohlagan razmerlaringizni xarid qilsalaring, bizga joy bo'shashi kerak. Mana shunaqa laxtelarimiz bor. Sizlar aytmasalaringlar, bitta ichiga qo'shib jo'natib yuboramiz. Xudo xolasa bonus olib olasiz sizlarga. Buni 20 ming, 30 mingdan sotib pul bo'shash hojati yo'q. Xo'p, 1 kvadrat metri 140 ming so'mdan mana. Materialni ko'rsating yaqindan. Bu sintetik ish emas. Mana. Sintetik ish emas, momoq paxtali, zichliklari ham zich bo'ladi. Orqa to'quvlari. Ko'rsatingda yaqindan. O'ta zo'r. 1 kvadrat metr 145 ming so'mdan. Yangilik risunkalar. Mana lansetini ham ko'rsating. Bular yupqa gilom emas yoki sintetik ish emas. Hozirgi kunda eng trend bo'layotgan 1 kvadrat metr 180 ming, 190 ming sotiladi shu narsalar. Bularda ham Farg'ona, Marg'ilon bo'lib dastavkalari, boshqa viloyatlarga ham Samarqand, Buxoro, Jizzax u tomonlarga prema mashina qilinmayapmiz. Ming bor uzr so'raymiz, lekin Toshkent shahargacha 100% besplatniy. Boshqa viloyatlardan bo'lsa Samarqand yo Qashqadaryo, Xorazm shunday tomonlardan bo'lsa, tanish mashinalaring bo'lsa, Toshkent shahargacha yetkazib beraman. U yog'iga tanish mashinalar olib ketsa, xudo xolasa uylarga 5 gacha yetib oladi. 1 kvadrat metri 145 ming so'mdan. Toshkent shahargacha bulardan dastavkalasi mutlaqo bepul. Olib kelavering. Mana. Bundan ham qalin bo'lsin deganlarga 180 ming qo'yganmiz. 180 ming
Keyin narxlarini yana tushirganmiz, 167 ming qo'yganmiz. 160 ming so'mdan qilib beraman. 160 ming so'mdan. Yangilik modellar bular. Bunaqangi asatga tovarlar emas. Mana rullonni boshi. Mana yangilik. Hali tiqtaymagan narsalar. Orqa to'qularini bismillah yaqindan ko'rsatayda mana. Orqa to'qulari o'ta ziz bo'ladi. Yurganda oyoq botadi bu ko'rsatilgan gilonlarimga. 200 ming, 210 ming, 100% Turkiyadan sotiladi. To'g'ri, bular 100% Turkiya, faqat materiali 100% Turkiya. To'qilishi o'zimiz O'zbekistonda. Hech kim bunaqa katta pachkani boshqa davlatdan eksport qilib olib kelmayapti. Chunki riskovat qilish hojati yo'q. Chunki o'zimizda stanoylar, o'zimizda ishchilar Turkiyanikidan ham zo'r to'qiydi. 1 kvadrat metr 160 ming so'mdan. Hamma razmeri bor. Olib kelavering mana. Bularda ham 160 ming so'mdan 1 kvadrat metr. 160 ming so'mdan. Mana bularni ko'rsating. 150 ming qo'ygandik, 150 ming so'm qo'ydik. Nima desa bo'ladi? Qo'ldan kelgan harakat qilyapmiz narx-navo tushirishga. Qancha savdomiz ko'p bo'lsa, shuni tushiramiz hammiz. 145 mingdan qilib beramiz. 145 ming so'mdan. Xudo xolasa bundan bu yoqqa xarid qiladigan mijozlarimiz 145 mingdan oladi. Bularda ham qalinligi qalin. Mana yangilik pachkalar, o'rniga sira olib chiqib yangilayapmiz. Bular yangilik pachkalar. Gilonni ko'p sotib oladigan mijozlar biladi o'zi. Mana qalinligini yaqindan ko'rsating. Bu ham ancha qalin, materiali polipropilen. To'g'lanish ikki tomondan ikki xil to'g'lanadigan, chekkalarda ko'jalari bor, tayyor gilonlarni popilari ham hamma yo'q bor. Ular sizlar xohlagandaqa gilon. Mana 180 ming so'mdan 1 kvadrat metrni olasizlar. Bularda ham hamma razmerlari bor. 4 ga 5 uyingiz bo'ladigan bo'lsa, 180 ming so'mdan 20 kvadrat 3 million 600 ming bo'ladimi shunda? 180 mingdan 3 million 600 ming bo'ladi. Bunisi 3 million 200 ming bo'ladi 4 ga 5 uyingizga 160 ming so'mdan. Endi menga turistik gilon ko'rsating degan mijozlarimiz uchun qalin bo'lsin, narxini qiziq yo'q deganlarga o'shanda ham insofdan chiqib ketdimiz. 1 metri 1 million 1 million 200 ming sotiladi bularda. 210 ming so'mdan qo'yganmiz. 1 kvadrat metr. Zichligi o'ta boshqacha bo'ladi bular. 870 tarog'imi, yana shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa deyiladi. Endi bunaqa darajada o'zim ahamiyat beravermayman, lekin qo'l bilan ushlaganingizda o'zi videoda ko'rinishi ham aytadi. 1 kvadrat metri 200 ming so'mdan 4 ga 5 uyingizga eng qalin gilonni men aytayapman hozir. Eng qalin gilon. Vodiy bo'yicha desa ham, hozirgi kunda eng trenddagi gilonlardan 4 ga 5 uyingizga 4 million so'm bo'ladi. Misol uchun men aytayapman. 3,5 metrga 6 metrga uyingiz bo'ladigan bo'lsa, 4 million 200 ming bo'ladimi? 4 million, ha, 4 million 200 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari koridorlarga menimcha video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, shuncha mehnatga. Obuna ham bo'lib qo'ying, endi ko'rib turgan bo'lsangiz, tanishlarga jo'natib qo'ysangiz ham yana ham xursand bo'lamiz. Endi 80 santimetrlik daroshkamiz 40 ming so'mdan. 1 metri 40 ming so'mdan. Faqat obunachilarimizga, to'g'ri tushuninglar. Obunachilarimiz o'sha aytganimiz biz hamkorlarimiz hisoblanadi-ku. Endi 1 metrliklarimiz mana. Arzonrog'ini so'raganlarga 48 ming so'mdan. Bu arzonchiroqlari mana misol uchun 48 ming so'mdan. Yaxshirog'ini, sifati yaxshiroq bo'lsin deganlarga mana. Modellari ham yangilik bularda mana. 1 metr 75 ming so'mdan. Yana 1 metrlik mana. Daroshkalarimiz 1 metr 75 ming so'mdan. Hamma razmerlari bor. Mana shuni 120 ligini oladigan bo'lsalaring 85 ming so'mdan. 2 metrligini oladigan bo'lsalaring 150 ming so'mdan misol uchun. Endi yo'q, arzonrog'ini ko'rsat deganlarga mana misol yana 1 metrligimiz 48 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni misol uchun 2 metrligini oladigan bo'lsalaring 96 ming so'mdan lekin to'g'ri keladi metri. Hamma razmerlari bor. Buni endi hammasini razmer qilib videoga olsak kattaroq yarim soat 1 minutlik video ketadi. O'zbekcha videomiz ham cho'zilib qoldi. Hozir ularda ham to'liq video qilamiz. Hamma razmerlari bor. 2 metr, 220, 2,5 metr mana bu tomondan 2,5 metrliklar ko'rsating. 2,5 metrliklarimizni 1 metri 120 ming so'mdan boshlab, 120 ming so'mdan boshlab 200 ming, 240 minggacha bor. Mana shu yerda o'zida. Mana ko'rsatdingiz-a? Hop, endi 1,5 metrdan ko'rsatib ketdik. 1,5 metrliklarimizni 1,5 metrlik daroshkani hech ketda 70 ming so'mligi yo'q. 70 mingligi menimcha vodiy bo'yicha hech kim qo'ygan yo'q. 70 mingliklari ham bor. Mana shularimiz endi 1,5 metrlik. 1 metri 70 ming. 70 ming so'm. Yana 1,5 metr. Yaxshirog'ini olaman deganlarga mana 120 minggacha misol uchun mana shu yerda o'zida bor.
Bundan tashqari olib keling. Bundan tashqari mana eng qalin oyoq botadigan gilomlari daroshkalari so'raganlarga hamma razmerlarni olib kelib qo'ygan. 1.20, 1.5 metr. Bundan tashqari mana bu yerda ham 1.5 metrliklarimiz bor. Bu yerda 2 metrliklarimiz bor. Bularni ham olib kelib qo'yganmiz. Eng qalinlaridan bular mana lansetlarni ko'rsating. Eng qalinidan bo'ladi. Misol endi 1.20lik necha pul metr desiz, mana mana shulardagi 200 ming so'mdan eng qalinlaridan. Yana 1.20lik razmeri. Hamma razmerlar 1.5 metrliklarimiz 280 ming so'mdan mana. Qalin, o'ta zich bo'ladi to'quvlari, tomnisini so'raganlarga. Komplekti bor. Endi 80 sm dan boshlab 1.20, 1 metr, 1.5 metr, 2.5 metr gatovoy gilomlarini 5 ga 8 gacha tayyor gilomlari bor. Endi 5 metrliklari ham bilishadi. Eng qalinlarida zakaz qilamiz. Bundan tashqari endi 220 liklarimiz mana 180 mingdan 1 metr, 1 metr kvadrat 75 ming so'mdan va 280 lik so'raganlarga mana 3 metrligiga pul to'lamaysiz. 1 kvadrat metr 75 ming so'mdan uyingizga yetib borishini ta'minlaymiz. Xudo xolasa hamma razmerlari bor. 280 ga 10 metr bo'lsa joyingiz 28 kvadrat bo'ladi. 75 mingdan hisoblab olaverasizlar. Toshkent shahargacha dastavkasini mutlaqo beplatni qilib beramiz. Bag'anjon, Namangan ketaveradi. Endi imkon qadar kattaroq razmerlaring bo'lsa yaxshi. Bitta 3 ga 4 doziga bo'lsa, misol dastavka qilib bera olmasligingiz mumkin, lekin misol hech yo'q bo'lmadiganda bir 25-30 kvadrat bo'lsa, bemalol dastavkasi qoplaydi. Chunki bilasizlar, unaqa darajada qimmat sotmaymiz. Bunaqa xaridlar amalga oshirsalar ham shu aytib o'tganimizdek, bonuslarni qilib beramiz. Bundan ham arzonroq gilomlaringiz bormi? Reklama qiling deganlar, olib keling-da. Turgan joyda reklama qilib beramiz. Mana. Yana ham arzonroqni so'raganlarga men bularni yozib ko'rsatgani hozirda nimasida bo'ladi, vaqt ovoradi. Mana 45 ming so'mligi ham bor ichida. Qo'rqmay kelaverasizlar demoqchiman. Buni nimaga ko'rsatyapman misol uchun? Qo'rqmasang kelaverasizlar. Misol 4 ga 500 mingga 900 ming gilom olishim kerak degan bo'lsangiz, mana olib kelaverasiz. 4 ga 500 ga 900 mingga misol to'g'ri keladiganlari ham bor. Eng arzonlari 45 ming so'mgacha bor. Endi 45 minglik gilomni hadam tavsiya qilaveramiz. Xudo xolasa hamma razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. Palos so'raganlarga paloslarimiz ham bor. Mana qalin gilomlarda ham hamma assortimentlari bor. Menimcha video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Imkon qadar tezroq video olishga harakat qilyapmiz, chunki ishimiz ko'p. Shuning uchun ba'zida video qo'yolmay qolyapmiz. Jicha kanalimizni aktiv pastlab qolgan. Shuning uchun sizlardan iltimos, podpishka qilib, like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib, gilam olaman degan tanishlarga Telegram orqali jo'natib qo'ysalaring, xudo xolasa ancha xursand bo'lib qolardik. Manzilimizni oxiridan aytib o'taman. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisida Ziyo gilomlari markazi. Xudo xolasa kelinglar, o'zimga uchrasalaring. Aytilgan narxlar 100%. Mana shu do'konimiz ochiq tursa, yuzimiz yorug' bo'lib, mana shu do'konda rizqimiz qayergacha borgan bo'lsa, inshaalloh o'sha paytgacha shunaqangi arzon narxlarni qo'yib beramiz. Chegalardan keyin o'zgarib qoldi, boshqa deyish yo'q. Vaqt tursalaring, do'konim bundan ham gullab yashnab tursa, sizlarga shunaqangi arzon narxda qo'limizdan kelgancha tavsiya qilib boramiz. Hammalarga kattakon rahmat. Ziyo gilom markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan bo'ling. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslangizdan chiqmasin. Hammalarni Ziyo gilom bazamizda kutib qolamiz. Rahmat.